Poytaxtdagi 35 ta bozor, savdo kompleksi va ularning shoxobchalari ommaviy savdoga chiqariladi. Bu haqda Toshkent shahrini 2026-2027 yillarda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi Prezident qarorida belgilandi. Unga ko'ra, savdolarda buyurtmachi sifatida Toshkent Invest kompaniyasi aksiyadorlik jamiyati ishtirok etadi. Kompaniya har bir obyekt bo'yicha tayyor biznes loyihani ishlab chiqadi va shu asosda obyektlar sotuvga qo'yiladi. Bozorlarni sotishdan tushgan mablag'ning 1% hamda savdoga chiqarish xarajatlari kompaniyaga o'tkaziladi. Ommaviy savdolarga chiqariladigan bozor va savdo kompleksi hamda ularning shoxobchalari to'liq ro'yxati quyidagicha: Navro'z dehqon bozori, Chilonzor buyum savdo kompleksi, Bektepa savdo kompleksi, Sergeli dehqon bozori, iste'molda bo'lgan transport vositalari va ehtiyot qismlari Sergeli bozori, Parkent universal savdo kompleksi, Yangiobod ixtisoslashgan bozori, Aviasozlar dehqon bozori, Qoraqamish dehqon bozori, Farhod dehqon bozori, O'rikzor savdo kompleksi, Qo'yliq dehqon bozori, Navro'z dehqon bozori hamda Yunusobod, Qoraqamish, Sergeli dehqon bozorlarining bir nechta shoxobchasi, Yangiobod ixtisoslashgan bozori MCJga qarashli shoxobcha, Chilonzor buyum savdo kompleksi aksiyadorlik jamiyatiga qarashli Bektepa avtoturargohi, Beshqo'rg'on savdo mas'uliyati cheklangan jamiyati. Qarorga ko'ra, obyektlar Toshkent Invest kompaniyasi aksiyadorlik jamiyati tayyorlaydigan master reja va tayyor biznes loyihalari asosida savdoga chiqariladi. Xaridorlarga bozorlar o'rnida yoki ular negizida zamonaviy ekobozor, ko'p qavatli avtoturargohlar, ko'ngilochar markazlar hamda savdo va xizmat ko'rsatish majmualari tashkil etish sharti qo'yiladi. Master rejalarni ishlab chiqish xarajatlari Toshkent shahrini rivojlantirish jamg'armasidan qoplanadi. Hujjatda keltirilishicha, Toshkent shahridagi boshqa dehqon bozorlari, ixtisoslashtirilgan va buyum bozorlarining shoxobchalari hamda ularning bo'sh turgan maydonlari master rejalar va belgilangan shartlar asosida baholangan qiymatda elektron onlayn auksion savdolariga chiqarilishi mumkin.